Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man wala. Amma ba'd. To'rtinchi vazifaga keldik. Tafakkurni yana bitta uslubini ko'ramiz inshaalloh. Orzu havas haqida tafakkur. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu va la'ib." Bu hayoti dunyo faqat bir nafaslik o'yin kulgudir. Va inna ad-daral akhirata la hiya al-haywanu law kanu ya'lamun. Agar ular bilsalar, oxiratgina mangu hayotdir. Kundalik hayotni tasavvur qilaylik. Osmon, yer. Tafakkurda chunki muhim narsachi fikrlash bilan birga tasavvur bo'lishi kerak. Ba'zilar jamlab aytadi, tafakkur, tasavvur, tadabbur deydi. Bir narsani xayol qilib ko'rib, fikrlab va undan xulosa chiqarish, ibrat chiqarish. Shunga bu yerda muhim narsa tasavvur qilish, ko'ra olish shu narsani. Demak, binolar, odamlar, hayot ketyapti. Tepadan qarasangiz, butun yer yuzida insonlar hayoti qaynayapti. Kimdir tug'ilyapti, kimdir o'lyapti. Bir tarafda tug'ruqxonalarda ingadib chaqaloqlar dunyoga kelyapti. Yangi hayot boshlanyapti. Ota-onasi, qarindoshlar xursand, bir-birini tabriklayapti. Bir tarafda urush maydonlarida, kasalxonalarda, uydagi to'shaklarda odamlar jon beryapti. Kimdir og'riqdan ingrab, kimdir yaqinlari bilan xayrlashib, kimdir so'nggi so'zlarni aytib, dunyodan ko'z yumyapti. Odamlar kelib ketyapti, bizni ham umrimiz o'tyapti. Bizni ham navbatimiz kelyapti. Yaxshilar ham o'tyapti, yomonlar ham o'tyapti. Ularga ham imkon berilgan, bularga ham imkon berilgan. Aldagan ham o'tyapti, aldangan ham o'tyapti. G'iybat qilgan odam ham o'ladi, g'iybat qilingan ham o'lyapti. Kimdir dunyo talashyapti, kimdir tirikchilik bilan ovora, kimdir oila bilan ovora, kimdir bola chaqa bilan ovora. Kim yutyapti degan savolni beraylik o'zimizga. Dunyoga kelib nima qildik? O'zi dunyoga kelib olishgacha ham tafakkur qilish kerak. Ya'ni minglab urug'dan Alloh taolo aynan bizga imkoniyat berdi. Chunki inson nutfada, ya'ni minglab urug' bo'ladi. Shulardan bittasi o'sha butun to'siqlardan o'tib, keyin farzand bo'ladi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Dunyoda qanaqadir musobaqada minglab insonlar ichidan aynan sizga yutuq, bayroq berilishiga o'xshaydi. Ya'ni inson qanaqa xursand bo'ladi? Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo shuncha, ya'ni urug'lar ichidan aynan bizga imkon beryapti. Mana shu dunyoga keltiryapti. Va tug'ilishimizni o'zida ham tafakkur borki, Alloh taolo to'liq tug'ilishimizni nasib qilyapti. Chunki qancha urug'lar bor yetgan, farzand bo'lgan onani qornida, lekin ota-onasi tushirib yuborgan. Yoki qanaqadir sabablar bilan o'zi tushib ketgan. Lekin bizni Alloh taolo shu jarayonni oxirigacha bo'lishini nasib qildi. Dunyoga kelishimizni nasib qildi. Endi yana fikr qilsa, qancha odamlar bor nogiron holda tug'ilyapti. Yoki aqli zaif holda, yoki a'zolari ishlamaydigan shol holatda dunyoga kelyapti. Ular ham tug'ildi. Lekin Alloh taolo bizni farqli o'laroq sog'lom holda dunyoga keldi. Bizga ko'proq imkon berdi. Toki dinimizni o'rganishimiz uchun
Allohni o'zimiz ham tanishimiz va boshqalarga ham tanitishimiz uchun. Bu xizmat uchun sog'liq, xususan aql juda ham muhim. Shularni o'ylab Allohga shukr qilishimiz kerak. Va bu shukrimiz haqiqiy bo'lishi uchun va shartlari topilishi uchun aynan mana shu narsalarni o'ylab chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki ko'pincha odam mana bu zikrlar bor-ku, kundalik aytiladigan zikrlar faqat tilimiz uchida qolib ketadi. Har bir zikrning shartlari bor aslida. Chuqur qarasangiz, har bir zikrning shartlari bor. Masalan, hali ko'rishganda yaxshimisan deb hol ahvol so'rashganda, alhamdulillah Allohga shukr deb qo'yiladi. Shu gapni qarang sifati bilan hali butun tafakkur qilib dunyoga kelishimizdagi Alloh ne'matlarini ko'rib, minglab imkoniyatlardan shu narsani bizga berilishi va hokazo hozir aytilganlar tafakkur qilsak. Shuni tushungan holda qalbimizni boyagi minnatdorchilikka to'lib, xursand bo'lgan holda alhamdulillah Allohga shukr deyish bilan farqi bor. Yoki juda ham katta Alloh tomonidan bizga ne'mat berilganda xursand bo'lib shukr alhamdulillah deymiz-ku, farqi bor-da ikkalasi. Ikki xil holatda chiqyapti. Bittasi quruq tildan, ikkinchisi qalb to'ridan chiqyapti. Subhanalloh zikrini olaylik. Alloh taolo barcha ayb va nuqsonlardan pok. Bu ham shunchaki odam aytishi mumkin, zikr qilyapman deb tasbihni olib subhanalloh 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 deb yoki Alloh taoloning ajoyibotlarini ko'rib hayotdagi bir ishingiz umuman bo'lmaydigan, 100% bo'lmaydigan ishingiz kutilmagan joydan bo'lib ketgan yoki inson avariya bo'ladigan holatdan Alloh taolo tirik chiqargan holatlar va bundan boshqa mo'jizaga o'xshagan holatlarni ko'rib subhanalloh deyish bilan farqi bor. Alloh akbar deb tasbihga aytib haligi tez sanagan bilan qaysidir holatda Alloh akbar deganning farqi bor. Masalan, Suriyada zolim Bashar Asadni rejimi qulaganida qamoqxonalarni ozod qilayotganda baqirib Alloh akbar deganlar eshitgan bo'lsangiz videolarda, bu narsani umuman farqi bor. Biz mana bu namozdan keyin aytadigan Alloh akbardan shartlari, ya'ni muhim narsa. Shuncha to'siqlardan o'tib shu dunyoga keldik. Xizmat maydoniga keldik va shu dunyoga kelib nima qildim degan savolni berishimiz kerak. Yaratilishimizdan maqsadimizni angladimmi? Va bu maqsad uchun bel bog'ladikmi? deb o'ylashimiz kerak. Chunki ixtiyoriy imkoniyat faqat mana shu dunyoda. Qabrda ham imkoniyat yo'q, oxiratda ham imkoniyat yo'q, onani qornida ham imkoniyat yo'q. Ular xizmat maydonlari emas. Agarchi hayotda bir bosqichlari ular ham. Alloh taolo ruh qilib yaratganda ham bitta bosqichi edi. O'sha paytda ham ruhimiz bor edi. Jasadga kirgizilishidan oldin. Onani qornida ham bitta bosqich. Inson o'lgandan keyin qabrda barzax hayoti bitta bosqich. Tirik bo'ladi bu yerda ham. Va qiyomatda ham tirik bo'ladi. Keyin jannat yoki do'zaxda ham bu ham bitta. Lekin qaysi biri xizmat maydoni? Mana shu dunyo. Inson ona qornidan chiqqandan keyin to o'lguniga, qabrga kirguniga qadar mana shu oraliq xizmat maydoni. Imkoniyat. Shu imkoniyatni Alloh taolo hammamizga bergan. Butun yer yuzidagi insoniyatlar hammasiga bergan. Shuni men foydalandimmi yo'qmi degan fikr bo'lish kerak. Yoki nafsimiz bilan ovora bo'lyapmizmi? Nafsimizni havoyu xohishlari bilan ovoramizmi ertaga kech? Shuni fikrlash bilan, badanimiz shunga harakat qilish bilan ovoramiz. Yo dunyo bilanmi, farzandlarimiz bilanmi? Yo orzu havaslar bilan mashg'ul bo'lib, imkoniyatni qo'ldan boy beryapmizmi? Chunki vaqt o'taveradi, vaqtni to'xtatib bo'lmaydi.
Har o'tgan vaqt bizni hayotimizni yemirib, bizni chirityapti. Har o'tgan soniya, lahza bizni qarityapti. Har bitta qimirlagan tishimizni yoki tushgan tishimizni o'zi tasavvur qilishimiz kerak. Ya'ni inson fikrlasa bo'ladi, vaqt o'tayotgan, umr o'tayotganini shundan bilsak bo'ladiki, biz yo'q bo'lyapmiz. Yo'qlikka qarab ketyapmiz. Ya'ni imkoniyatimiz tugayapti. Va mana shu mavzuga bog'lanib ketadi. Dunyoga keldik. Imkoniyatdan to'g'ri foydalanyapmizmi, yo'qmi? Shundan endi bog'lanadiki, Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis bor payg'ambarimizdan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuni yelkalarini ushlab aytdilar: "Kun fi dunya ka'annaka g'aribun aw abiru sabil." Dunyoda g'arib yoki yo'lovchi kabi bo'lgin. G'arib degani o'zga yurtda musofir, notanish g'arib odam. Bu yerda uni tanishlari yo'q. Yoki bu yerda bal ma'nosida taraqqiy uchun balki ya'ni shunchaki bir musofir yurtda o'zga yurtda g'arib kabi emas. Chunki g'arib ham ba'zida o'zga yurtda yurganda qalbi biroz moyil bo'lib bog'lanadi, joylashib qolishi mumkin. Sekin do'kon ochib, boshqa qilib, uylanib, bog'lanib qolishi mumkin. Balki abiru sabil, ya'ni yo'ldan o'tuvchi kabi bo'ldi. Yo'ldan o'tuvchi bog'lanmaydi, chunki uniki tezroq, shunday yo'ldan o'tadi bo'ldi. Maqsadiga. Ya'ni yo'ldan o'tayotgan odam yo'ldagi narsaga bog'lanmaydi. Faraz qiling, mashina yo'ldan o'tyapsiz. Bog'lanishi imkoni yo'q u yo'lga. Tez odam o'tib ketadi. Bog'lanishi imkoni yo'q. Payg'ambarimiz aytayaptiki, mana shu mashina yo'ldan o'tayotgan odam qanaqa shu yo'lga bog'lanmasa, tezroq o'tib olsa, shu hayotda ham shunaqa bo'lganki, bog'lanmagan bu hayotdagi narsalarga. Zohidlik haqida fikr qilaylik, chunki darsimiz tafakkur ketyapti. Zohid deganda odatda mashrabga o'xshagan yirtiq yamoq kiygan bir darvesh yoki qalandar tushuniladi ko'pincha odamlar orasida. Aslida zohidlik bu behojatlik. Jonli, jonsiz hamma narsadan, butun maxluqotlardan behojatlik. Ya'ni uy jihozlari, ulovlar, uylar jonsiz narsa, masalan. Jonli narsalar insonlar, ya'ni farzandlar, bola chaqa, birodarlar, do'st va hokazolar. Bulardan behojatlik. Behojatlik degani qalbni bog'lanib muhtoj bo'lib qolmasligi degani. Lekin ular bilan birga bo'lib, haqlarini ado qilib, butun shariatda kelgan ishlar bajarilaveradi. Faqat qalb ularga bog'lanib, muhtoj bo'lib, Allohning amri buyurilgan o'rinda o'sha maxluqotlar uni to'xtata olmaydi. Shu ma'noda. Zohid nima degan? Haqiqiy zohid odamlar tanqid qilsa xafa bo'lmaydi. Ozor bersa e'tibor bermaydi. Xuddi yo'lda ketayotganda bir toshga qoqilsa e'tibor bermagani kabi. O'sha toshdek uning uchun. Shu darajada unga qizig'i yo'q. Chunki qalb Alloh bilan bog'langan. Unga maxluqqa ortiq qiziqishi, bir ahamiyati qolmagan. Allohga inson qancha ko'p bog'lansa, shuncha maxluqotlardan uziladi. Maxluqqa har biridan uzilish bilan odam shug'ullanish kerak emas. Buni tez yo'li, chunki Allohning muhabbatiga erishish yo'li zohidlik. Zohidlikka erishish uchun maxluqotdan uzilib, faqat Allohga bog'lanish kerak.
Mana shu yerda yo'li qanaqa? Demak, har maxluqdan uzilib chiqishim kerakmi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q. Alloh bilan bog'lanavering, maxluqdan uzilaverasiz. Bog'langan saringiz maxluqdan uzilaverasiz. Uzilish qalbni bog'lanishi, boyagi muhtojlik xolos. Lekin zohirda birga yashab, birga yordam berib, haqlarini ado qilib, bular 100% bo'ladi. Musulmon kishining vojiboti-ku bu. Lekin qalbdagi bog' faqat Allohga bo'ladi. Muhtojlik faqat Alloh. Hatto solihlardan biri keltiriladi-yu, tavba qilish voqeasi. U kishi boy bir atir sotadigan do'koni bo'lgan ekan. O'sha do'konida bir kuni savdo qilib o'tirsa, endi atir qimmat narsa-ku, o'sha paytda, o'sha zamonda faqat boylar nima qiladigan. Bir darvesh kiribdi. Juda ham oddiy odamlar ko'rsa mensimaydigan shu yirtiq yamoq oddiy bir odam kirgan. Bir tuguni bor. Haligi musofir odam qanaqa bir tugun bilan yursa, kerakli ozuqasini olib, shunaqa bir odam kirgan. Bunday atir upalariga qaraydi. Qimmatbaho atirlarga to'la do'koni yani. Shunga qarab aytadiki, sen bular shuncha narsang bor ekan, qanday o'lasan deydi. Oddiy senga o'xshab bo'laman deydi. Ya'ni bu savolning ma'nosi shuki, shuncha dunyoying bor ekan, shuncha qimmatbaho narsalaring bor. Bularning har biriga insonning qalbi bog'lanadi. Ya'ni insonning qimmatbaho ulovlari bo'lsa, qalbi unga bog'lanadi. Bola chaqasi, oilasi bo'lsa, qalb unga bog'lanadi. Do'st, birodarlari bo'lsa bog'lanadi. Bog', rog'lari, mol, mulklari, pul, dunyolar har biri qalbga alohida arqon bilan xuddi bog'langan deb. Endi o'layotganda inson mana shularning har biridan ajralishi alamini chekadi. Juda ham qattiq og'riq bo'ladi. Qancha inson dunyoga qattiq bog'lansa, shuncha o'lishi og'riqli bo'ladi, qiyin bo'ladi. Chunki o'sha hamma narsadan ajralishi alamini totadi. Shunga aytadiki, shuncha boyliging bor ekan, qanday o'lasan? Shunaqa darajada dunyoga bog'langan ekansan, qanday buni tark qilasan degan ma'noda. Oddiy senga o'xshab bo'laman. Haligi odam shunday yerga yotib, haligi tugunni boshiga qo'yib Alloh deydi, o'ladi. Kelib qaraydi, o'lgan. Hayron qoladi, tushunmaydi nima bo'ldi deb. Bunga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Shu bilan shu Alloh yo'liga kirishib, qattiq ibodatga berilib, zohid bo'lib ketgan. Tarixda bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni ba'zi narsalar bor. Alloh taoloni bir shunaqa ba'zi insonlarning ko'zini shunaqa yo'l bilan ochadi. Masalan, Ibrohim Adham hayoti va boshqa Siyar Alamun Nubala kabi kitoblar yoki Sifatus Soffa Isbahoniy muhaddislardan uni Hilyatul Avliyo degan kitoblarni o'qisangiz, solihlar juda ham ko'p shunaqa ajoyibotlar bor. Ibratli narsalar bor. Demak, zohid odamlar tanqid qilsa xafa bo'lmaydi, ozor bersa ham e'tibor bermaydi. Xuddi qoqilgan toshga qanaqa e'tibor bermasa o'shanaqa. Agar birov kelib falonchi seni yomonlayapti, g'iybat qilyapti deb bir aybini aytayapti desa, Alloh meni biron qalb kasalligimga ishora qilyapti deb tushunadi. Agar birov kelib senga bo'xton qilishyapti desa, Alloh meni bir xavfdan ogohlantiryapti deb dars oladi. Xuddi Oysha onamizning voqeasi kabi. Unga tuhmat qilishdi, Alloh taolo uni pokligini bayon qildi va bu narsa qiyomatgacha butun ayollarga dars bo'lib qoldi. Ehtiyotlik masalasida. Demak, odamlarning ozoriga haqiqiy zohid odam parvo qilmaydi.
Lekin yordam so'rasa, ikkilanmay yordam beradi. Xuddi ular zulm qilmagandek, oddiy. Va hammaga bir xil muomala qiladi. Boymi, kambag'almi, obro' e'tibor bor, mashhurmi, yo'qmi, hammaga bir xil muomala qiladi. Chunki hamma uning uchun maxluq. Uning uchun Alloh bor, maxluq bor. Birovdan narsa talab qilmaydi. Hojati yo'q chunki. Tasavvur qiling, bir yo'lovchi go'yo yelkasida xaltasi bor, unda suvi va noni bor. Hech kimdan narsa so'ramaydi. Undan so'rashsa hech ikkilanmay beradi. Mana shunaqa odam zohid haqiqiy. O'zida bor oxirgi narsasini ikkilanmasdan beradi. Aksincha xursandlik bilan beradi. Lekin uni xursandligi unga muhtojligini odamlar bildirganligi uchun emas, balki Alloh yo'lida bir narsani berish imkoniyati paydo bo'lganligi uchun. Chunki Alloh uchun berishi orqasida yashirin juda ham katta ajr va ne'matlar bor. Bu qanaqa ne'matlar bo'lishi mumkin? Alloh uchun berilsa bir narsa. Masalan, qaysidir qalb kasalliklaridan davo bo'lishi mumkin o'sha. Odam o'zi bilmaydi, lekin bitta uni do'zaxga kirgizadigan qalb kasalidan shunday qutulgan bo'lishi mumkin. Yoki Alloh o'zini sifatlari bilan sifatlab qo'yishi mumkin. Qaysidir sifati bilan. Chunki hadislar bor, bunga asarlar bor. Allohning sifatlari bilan sifatlaninglar degan. Albatta Alloh sifatlanishi o'ziga loyiq holda, buyukligiga, maxluqning sifati o'ziga loyiq bo'lgan holda. Yoki Alloh taolo o'sha infoqi sababli Alloh yo'lida berayotgani uchun u kutmagan juda ham katta ulug' ishlarga tavfiq berilishi mumkin. O'sha sabab. Bu pul bo'lishi shart emas, har qanaqa narsa. Xurmoni yarimi bo'lsa ham deb keladi-ku. Har qanaqa narsa. Haqiqiy zohid qalbi yengil bo'ladi. Birovda na xafalik bor, na xursandlik bor. Uni faqat amallari xafa qiladi yoki xursand qiladi. Maxluqlar emas. Bu Allohga oson, Allohdan so'rash kerak. Bizga qiyin ko'rinadi bu narsa. Haqiqiy zohid na rizq izlaydi, na rizqdan xavotir oladi. Na ertani o'ylaydi, na ertadan xavotir oladi. Na o'tmishga qaraydi, na undan bir yomonlik qidiradi. Chunki insonlar nima uchun baxtsiz yashaydi? O'tmishga afsusligi, ya'ni o'tmishda qilgan ishlarga afsuslanish va kelajakdan xavotir, istiqbol andishasi. Insonlar shuni orasida iztirobda yashashadi, qiynaladi. Falon ishni bekor qilgan ekanman deb kimdir o'tmishni o'ylab qiynaladi, kimdir ertaga nima qilaman, falon narsa ishni qanday hal qilaman deb o'ylab qiynaladi. Zohid shu lahzasi bilan yashaydi. Chunki u o'zini ko'rmaydi, faqat Robbini ko'radi, uni amrini va nahiylarini ko'radi. Alloh nimaga buyurdi, nimadan qaytaryapti, shu bilan yashaydi, shuni ko'radi. Uni maqsadida shu turadi. Tavba qilsa ham chin tavba qiladi. Alloh kechirishiga ishonadi, umid qiladi. Shuning uchun o'tmishga qarab o'tirmaydi. Dunyoga zarracha qiziqishi bo'lmaydi. Yeydi, ichadi, oilasi bilan bo'ladi. Lekin Alloh buyurgani uchun, insoniyligi, qulligi uchun. Faqat hozir bilan yashaydi. Bir burda non, bir qultum suv unga yetadi. Birov so'rasa beradi. O'zi nima qilishini o'ylamaydi.
faqat yaxshilikka shoshiladi. Kasal ham bo'lmaydi. Chunki kasallik ko'pincha gunoh sababli keladi. Kasallik kelsa ham agar sinov bo'lib keladi. Chunki nafsni ma'lum bosqichlari bor. Ammora, lavvoma va hokazo. Bu boshlang'ich bosqichlarda kelgan kasalliklar ba'zi ulamolar aytadi, bular gunoh sababli boyagi kaforat uchun va hokazo keladi. Nafs mutmainna, rodiya, mardiya bo'lganda, Alloh rozi bo'lgan nafs bo'lganda va u Allohdan rozi bo'lgan darajaga yetganlarda, bunda kelgan kasalliklar xuddi Ayyub alayhissalom yoki ba'zi payg'ambarlar kelgan musibatlar kabi bu darajani oshishi va hokazo bo'ladi. Ya'ni sinov bo'ladi. Bu jazo bo'lmaydi. Farqi bor. Haqiqiy zohid kasal bo'lsa, Robbini sog'inib kasal bo'ladi. Ummatni holiga qarab qalbi og'rib kasal bo'ladi. Dunyodan charchashi mumkin u. Ba'zida gunohlarni ko'rib, jamiyatni buzilganini ko'rib tushkunlikka tushishi mumkin. Qiynalishi mumkin, mashaqqatga tushishi mumkin. Lekin bu qiyinchiliklar Alloh yo'lidagi qiyinchiliklar. Xuddi mahbubga yetishdagi qiyinchiliklarga o'xshaydi. Bu farqli bo'ladi, lazzatli bo'ladi. Chunki Alloh yo'lida. Bularning orqasida Alloh turganini ko'radi. Orqasida katta mangu mukofotlar borligini ko'radi. Bu mashaqqatlarni, sinovlarni, qiyinchiliklarni ortida. Biz ko'rib turgan mana shu kasallikni ko'ramiz, musibatni ko'ramiz, bosh og'rig'i, qiyinchiliklarni ko'ramiz. Haqiqiy zohid shuni ortidagi narsalarni ko'radi, mukofotlarni. Alloh unga berayotgan ne'matlarini ko'radi. Robbini eslasa mag'zum bo'ladi, chunki sog'inadi. Alloh haqida gapirsa, ko'zlari chaqnaydi. Ruhi bilan, butun borlig'i bilan gapiradi. Go'yoki Alloh ko'rib turgandek. Demak, mana shu 4-vazifa nimadan iborat bo'ldi? Shu narsani tafakkur qilishimiz kerak. Dunyoning haqiqati, berilgan imkoniyat va haqiqiy zohid qanaqa o'tkazish kerak? Payg'ambarlar shunaqa yashagan. Sahobalar shunaqa yashagan. Bir sahobani holatini ko'rib Umar radhiyallohu anhu xonasiga kirsa, bittami, ikkita idish turgan bo'ladi, bor yo'q. Bir idishlar olib qo'ymaysanmi uyingga desa, ishlatishga bari odamga ko'p narsa kerak-ku. Masalan, nisbatan har xil ovqat, suv, quyuq, suyuq deganda, haligi sahoba nima deydi? O'zi manzilga yetib olishimizga ozgina qoldi o'zi. Imom G'azzoliy Ihyoda keltiradi. Iso alayhissalom haqida rivoyatda bitta idishi bor ekan, suv ichadigan. Kurushkasi bor ekan, o'sha ham suv ichishga. Keyin bir kuni bir odamni ko'rib qoladi. Qo'lini bunday qilib suv ichayotganini ko'rib qoladi. Hali kurushkani otib yuboradi. Alloh taolo foydalini bersin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu